Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz bulunglarni o'rgandik shundami? Unda esa bu soatlik darsimizda munosabatlik mashqlarni bir ko'rib chiqaylik. Masalan, birinchi savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima deb beribdi? D1 bilan D2 parallel shundami? Ya'ni bu yerdagi D1 bilan D2 parallel ikki tal tuz siziq ekan. Unda esa D3 bilan D4 parallel, D3 bilan D4 parallel, DBC 20 gradus shundami? DBC. Ya'ni bu bulung 20 gradus, ECF degan bulung qani? Şunama ECF yani bu bulun 40 gradus onda olsa ABC bulun ABC yani bu bulunni tepeden depti. Bunda biz qaraydigan bo'lsak bu yerda shunama bu ikki tal tuz siziq o'zaro parallel bo'lgan ekan bu bulun bilan bu bulun qanday bo'ldi? Ichki ta'tir bulun. Shundami? Unda olsa yani bu ikki siziq bilan bu siziq bilan bu siziq shundan parallel bo'lgan ekan bu bulun bilan bu bulun ichki ta'tir bulun unda olsa bu ya 20 gradus bo'lsa bu ya 20 gradus 20 gradusga 40 gradusni qo'shsam bu 60 gradus bo'lsa bu bulunmi necha bo'ldi 60 gradus bo'ldi qaysi C javob degan gap shundami C javob keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa D1 bilan D4 qanday ekan parallel qani D1 bilan D4 parallel shunami ikki tal parallel siziq D2 bilan D3 parallel D2 bilan D3 parallel unda olsa bu yerda bir tal bulun beribdi shunami qaysi bulun GEF X ilingan 55 gradus bo'lsa undan keyin ABC qani ABC shunami ABC bu bulun ikki x qo'shilgan 10 gradus bo'lsa x tang necha debdi. Bunda olsa bu ikkisi parallel bo'lgandan keyin bu bulun bilan bu bulun tang. Ya'ni bu yermi x ilingan 55 gradus bo'ldi. Shunami? Navbatda biz qanday qilamiz? Bu bulun bilan bu bulunning bir munosabatini bog'laymiz. Ya'ni tuz siziqni xohlagancha uzarsak bo'ladi degan to'qshunami? Unda olsa men buni bir uzatay. Mana uzartdim. Unda olsa bu ikkisi shunami D1 bilan D4 parallel bo'lgandan keyin bu bulunmi x ilingan 55 gradus. Ondan sonra bu bulunga yani bu bulunga aslındaki bu bulunu qo'shsam bir yeyiq bulun chiqadi shunami 180 gradus. Ondan sonra x ilingan 55 gradus qo'shibimiz aslındaki 2 x qo'shilgan 10 gradus. Bu tane necha bo'ldi? 180 gradus degan gap. Unda bo'lsa bu tanlimini yechgan vaqtimda 3x shunami. Unda bo'lsa minus 55 ga 10 ni qo'shsam minus 45. Bu tarafga o'tkazsam 225 shunami. Unda bo'lsa 225 ni 3 ga bo'lsam necha? 75 gradus degan gap. Qani x necha? 75 gradus. Keyingi savolimizni qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shundami bu yerda ikki tal parallel siziq bor ekan. D1 bilan D2 parallel debdi. Undan keyin BCD 175 gradus shundami? BCD bu bulun 175 gradus, bu ya 70 gradus, bu ya alfa ekan. Unda olsa bizga alfani toping debdi. Ya'ni bu qaraydigan bo'lsak, bu yerda M shakllik bir şekil başlama M şeklideki. Onda biz bunu oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgandik. Ya'ni bu bulun bilan bu bulunning yig'indisi nimaga teng bo'ldi? 175 gradusga. Ya'ni bu bulun bu yerga qarab turibdi, bu bulun bu tarafga qarab turibdi shunami? Bu bulun bu tarafga qarab turibdi. Bu ikkisining yig'indisi buningga teng. Unda bo'lsa 175 gradusdan 70 ni ilib etgan vaqtimda javob necha? 105 gradus degan gap. Ya'ni buni balkim tushunmay qolganlar bo'lsa shunami? Men buningga parallel bir siziqni ostiga sizib olgan vaqtimda mesela işte bir paralel siziq olay. Bu yerdeki 70 gradus degan bu bulunga tengmi? Albatta teng. Onun deyince bu bulun bununga tengmi? Albatta teng shunami? Ya'ni bu bulun bunun bilan buning yig'indisi degan gap. Keyingi savolimiz qarab boqaylik. Bu yerda D1, D2, D3 3 tal siziq o'zaro parallel ekan shunami? Bizdan qanday bu yerni 72 deb beribdi, 38 deb beribdi. Unda bo'lsa alfani teping, alfa teng necha debdi. Qaraydigan bo'lsak bu yerda D2 bilan D3 ga qaraylik shunami bu ikkisi parallel unda olsa bu yerda yana buningga o'xshash bir M shakllik bir shakl berib turishmi grafik. Unda olsa bu bulun nimaga teng bo'ldi? Albatta 72 ga 38 ni qo'shib aytganimga teng 110 bo'ladi shunami? Bu bulun 110. Qaraydigan bo'lsak bu CEF degan bu bulunni bu siziq qanday qilibdi? O'ttirdan ikki parcha qilib bo'lib o'tibdi shunami? Bu nima deydik biz buni? Bulun o'ttirisi deydik bu siziqni. Unda bo'lsa 110 graduslik bulunni 2 ga bo'layotgandan keyin bu yana necha gradus bo'ldi? 55 gradus. Bu mu 55 gradus bo'ldi. Navbatda men qanday qilaman? Men bu EC degan bu siziqni uzartsam shunami?
Mesela muşta bir uzartib o'tay. Unda bo'lsa D1 bilan D2 parallel bo'lgan ekan. Bu ya 72 gradus bo'lsa, bu ya mu 72 gradus bo'ldi. Bu 72 gradus bo'lgan vaqtda bu ichi necha bo'ldi? 108 gradus ama muşta 180 graduslik bir yeyiq bulundan 72 ni chiqarib etdim. Unda bo'lsa biz nəhayət muhim bir narsa o'rgangan. Ya'ni bu yerda bir 3 bulun bor. 3 bulunning 2 bulun yig'indisi. Ya'ni 1 2 3 bulunning yig'indisi necha gradus bo'ldi? 180 gradus. 180 dan 108 ni chiqarib etsam 72, 72 dan 55 ni chiqarib etsam necha bo'ldi? 17 gradus degan gap. Alfa teng 17 gradus. Unda bo'lsa men bu yerda yana nəhayət muhim bo'lgan bir taktikini so'zlab qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 55 graduslik bir bulun bor. Shunami, bu yerda alfa deb bir bulun bor. Bu ikki bulunning yig'indisi avtomatlik 72 ga teng bo'ladi. Nima degan gap? Geometriyada nəhayət muhim bir hukm bor. Masalan, muşta bir 3 bulun bo'lsin, shunami, bir 3 bulun. Masalan, buni men bulun A dey, buni bulun B dey. Unda bo'lsa buni bulun C deb olay. Masalan, unda bo'lsa bu yerda bu bulun nimaga teng bo'ldi? A qo'shilgan B ga teng bo'ladi. Ya'ni biz buni xulosalab nima deymiz? 3 bulunning ichki bulunning yig'indisi, shunami, 3-bulunning tashqi bulunga teng deydigan bizning nəhayət muhim bir qonuniyatimiz bor. Buning asosan bu yerdagi 3 bulunning ichki bulunning yig'indisi 3-bulunning tashqi bulunga teng. Unda bu 108 ni, ya'ni 180 dan bularni hisoblab elib o'tib o'tmay 72 topgandan keyin 72 dan 15 ni elib o'tiblar 17 gradus deb chiqarib olsakmi bo'ladi. Keyingi savolimizga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? D1 bilan D2 parallel shunami, bu 110 gradus, bu 30 gradus. Biz bu xil tipdagi savolni oldingi soat dars so'zlagan vaqtimizda ko'rgan shunami. Men bu siziqni uzartsam, shunda kelib mana uzartdim. Unda bo'lsa, bu ya alfa bo'lsa, masalan, bu bulun bu yerda 30 shunami. Bu bulun bilan buning yig'indisi qanday? M shakli chiqdimi? Albatta chiqdi. Bu bulun bilan bu 30 ning yig'indisi 110. Unda bo'lsa bu bulun necha bo'lish kerak? 80 bo'lish kerak. 80 bilan 30 ning yig'indisi 110 ga teng bo'ladi. Bu 80 bo'lgan vaqtda bu degan bir yeyiq bulun 180 gradus shunami. Bu Unda bo'lsa 180 dan 80 ni ilib etsam alfa necha qoldi? 100 gradus degan gap. Mana 100 gradus chiqdi. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik. Bu savol qaraydigan bo'lsak, nima debdi? D1 bilan D2 parallel ekan, shundami? Bu ikki siziq o'zaro parallel. ABC 140 gradus, shundami? Bu bulun 140 gradus. Andan keyin yana-chi bu bulun 80 gradus. Unda bo'lsa alfa teng necha debdi. Ya'ni geometriyada siziq bilish nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Unda bo'lsa men buni bir uzartib boqay. Nima chiqadi ekan? Shunda uzartib etdim shunami. D2 bilan D1 parallel te. Unda bo'lsa bu ya 140 gradus bo'lsa, bu ya mu 140 gradus bo'ladi. Shundami? Unda bo'lsa bu ya necha gradus bo'ldi? 40 gradus bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu 40 bo'lsa biz baytdan bir narsa so'zladik. O'rganganimizni bir ishlatib boqaylik. 3 bulunning ichidagi ichki bulunning yig'indisi 3-bir ichki bulunning tashqi bulunga teng deydigan bir qonuniyatni o'rgandik. Unda bo'lsa alfa avtomatlik 40 gradus bo'ladi degan gap. Yoki biz burunqi qonun usul bo'yicha ishlasakmi bo'ladi. Bu 80 bo'lsa, bu bulun shundami necha gradus bo'ldi? 100 gradus bo'ldi. Andan keyin 3 bulunning ichki bulun yig'indisi 180 gradus. Uningdan 40 ni 100 ni chiqarib olsammi, yana qanday qildi? Alfa 40 gradus qilib qoladi degan gap. Qani javobni bir tanlaylik. B javob. Shundami? Keyingi savol qarab boqaylik undasa. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima deb beribdi? D1 bilan D2 parallel shunami? Bu siziq bilan bu siziq parallel ekan. Andan keyin bu 30 gradus, bu 80 gradus, bu qanday tik bulun shunami? 90 gradus. Unda bo'lsa alfani tepang debdi. Men qanday qilma? Men bu yerdagi D2 ga parallel bo'lgan, ya'ni D dan o'tkazib bir siziq sizib olsam, qanday sizimiz parallel siziqni D2 ni ustiga qo'ydim, ostiga tushadim, D dan o'tdimi? Albatta. Unda bo'lsa bu yerdan bir tuz bir siziq chiqarib oldim. Qaraydigan bo'lsak, bu siziqni men D3 deb olay. D1, D2, D3 navbatda o'zaro parallel shunami? Unda bo'lsa bu bulun bilan bu bulun, ya'ni aslida qanday bo'ldi? Ichki ta'tir bulun. İkisi birisi-birisiga teng 90 gradus bo'lib ketdi. Bunda biz qaraydigan bo'lsak, D2 bilan D3 parallel shunami? Bu 3 toza yaxshi yozilmay qolibdi. Bu ikkisi qanday bu siziq bilan bu siziq parallel bo'lgan ekan, 30 bilan bu bulunning yig'indisi 80 gradusga teng. Unda bo'lsa bu bulun 50 gradus degan gap. Bu bulun baytda nima degan to'q? Tik bulun shunami? Bu bulun bilan tengdi. Chunki ichki ta'tir bulun. Unda bo'lsa bu 90 graduslik bulundan bu 50 graduslik bulunni elib olsam alfa chiqadi. Necha gradus? 40 gradus degan gap. Intayin oddiy bir savol shunami?
Keyingi savol qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, nima debdi? D1 bilan D2 parallel shunama. Bu 60 gradus, bu 10 gradus, 100 gradus. Unda olsa alfani teping. Yana DEF. Bulun DEF. Shunama alfa. Alfani teping. Alfa tang necha debdi? Unda olsa bu yerda D1 bilan D2 parallel ekan. Men buni parallel siziqdan birini C'den ötküzüp sizib olaman. Qanday sizib parallel siziqlarni mushta qo'ydim shunama. Anandan keyin üstüge chiqargan vaqtimda C'den o'tdimi? Albatta o'tdi. Mana bir ta siziq tatib oldim. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir M shakli chiqdi. Shundami? Unda bo'lsa, avval men bu bulonni tepib olishim kerak. Ya'ni bu bulon bilan bu bulonning yig'indisi 100 bo'ladi. Shundami? Unda bo'lsa, bu ikki siziq parallel bo'lsa, bu yer 60 bo'lsa, bu bulon bilan bu bulon qanday bo'ldi? Ichki ta'tir bulon. Unda olsa bu mo 60 gradus. 10 gradusni chiqarib olsam, maya 50 gradus qilib qoldi. Shunami? Bu 50 bilan bu alfaning yig'indisi 100 ga teng bo'ladi. Unda olsa alfa teng necha? 50 gradus degan gap. Qani javob? B javob chiqdi. Shunami? Keyingi savol qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda murakkabroq bir savol beribdi shunami? D1 bilan D2 parallel ekan. Ya'ni bu siziq bilan bu siziq parallel. Anan keyin bu yer 50 gradus, 70 gradus, mayda bir tik bo'lon bor ekan shunami? 90 gradus. Anandan keyin nima teng debdi? CDF bilan FDK ikki bo'lon teng ekan shunami? CDF bu bo'lon bilan bu bo'lon teng. Ya'ni bu ikki bo'lon birsiga teng shunami? Bu yerdagi DF degan bu bo'lonning nimasi bo'ldi? Bo'lon o'ttirisi bo'ladi degan gap. Unda o'zi bir qarab baqayli. 3 bulonun ichki bulon yig'indisi necha bo'ldi? 180 gradus. Unda bo'lsa bu yer 90 shunami? Bu yer 70. Unda bo'lsa bu yer necha gradus bo'ldi? 20. Unda bo'lsa bu 20 gradus bo'lsa, bu bulonmi necha gradus bo'ldi? 20 gradus bo'ldi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu bulon chiqdi shunami? 40 gradus. Bu yerda bir M shakli bormi ekan? Albatta bor. Unda bo'lsa alfa degan nimaga teng bo'ldi? 50 bilan 40 ning yig'indisi. Alfa teng necha? 90 gradus degan gap. Qani? A javob. Shunami? Unda bo'lsa keyingi savolimiz qarab baqayli. D1 bilan D2 parallel ekan. Mana unda bo'lsa bu ikkisi parallel. Anandan keyin nima debdi? Bu yani 80 beribdi shunami? Bu ikki bulon. Ya'ni bu ikki bulon bir qarabla birsiga teng bo'ldi. Bu bulon bilan bu bulonmi birsiga teng ekan. Unda bo'lsa men buni masalan buni alfa deb olay. Bu alfa, men buni A deb olay. Bu keyin astidikchi bu B bo'lsin. Bu B bo'lsa, bu ham B, bu A bo'lsa, bu ham A. Shunami? Bu alfa ekan. Alfani bunda yozatdik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi 80 gradus nimaga teng bo'ldi? Men ma'qul shaklda qarayman shundami? Bu yerdan bir qanday M hosil qilib oldim. Mana qaraydigan bo'lsak, bir tal M hosil bo'ldi. Bu 80 gradus degan shundami? Nimaga teng bo'ldi? A ga B ni qo'shayotganga teng. Ya'ni A ga B ni qo'shsak 80 gradusga teng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa, biz bu yerdan ya'ni bu xil shaklda kelganini biz odatda turkchada zigzag mi deb qo'ydik, shunami? Unda bo'lsa bir qarab baqayli. Bu yerda bir bulon bor, shunami? Bu bulon, anandan keyin bu yerda bir bulon, anandan keyin bu yerda bir bulon, anandan keyin bu yerda yana bir bulon bor. Bu bulonni biz qanday ifodalaymiz? 180 ilingan 2b ni ilitma, shunami? Unda bo'lsa, yana nimaga teng bo'ladi? Men boshqa bir qalam bilan sizay. Bu bulon bu tarafga qarab turibdi, shunami? Bu buloncho bu tarafga qarab turibdi. Bu buloncho bu tarafga qarab turibdi. Bu buloncho bu tarafga qarab turibdi. Bu ikkisining yig'indisi bu ikkisining yig'indisiga teng bo'lish kerak. Unda bo'lsa, buni bir tenglikni yozib baqay. Unda bo'lsa, bu bulon degan 2a, shunami? 2a anandan keyin astidikchi qo'shilgan 110 gradus teng nima? Bu yerdagi alfa, shunami? Alfani bu xil shaklda yozay. Bu buloncho 180 ilingan 2b. Unda bo'lsa, bu minus 2b ni bu tarafga o'tkazgan vaqtimda 2a qo'shilgan 2b bo'ldi, shunami? 110 ni bu tarafga o'tkazsam alfa qo'shilgan 180 gradusdan 110 gradusni ilib olsam 70 gradus. Qaraydigan bo'lsak, ustiga a ga b ni qo'shsam 80 ta. Unda 2a ga 2b ni qo'shsam necha bo'ldi? 160 gradus teng alfa qo'shilgan 70. Unda alfa chiqdi, shunami? 160 dan 70 ni ilib olsam necha bo'ldi? 90 gradus degan gap. Mana de javob. Yeni bir xulosalatay bizga qanday asti ustini parallel deb berib, shunami? Masalan, bu yer D1, bu yer D2 bo'lsin. Bu ikkisini parallel deb berib, o'ttirsig'i mushta Z shakllik bir narsalarni sizib bergan vaqtda bu tarafga qaraydigan bu bulon, bu tarafga qaraydigan bu bulon, shunami? Bu ikkisining yig'indisi nimaga teng bo'ldi? Bu bulon bilan bu bulonga teng bo'ladi. Har zaman biz buning isbotini oldingi soat darsimizda ko'rib bo'lgan, shunami?
Keyingi sualımız qarab baqaylı unda olsa. Qaraydigan bolsak, bu yerda nima deb beribdi? D1 bilan D2 parallel. Shunami? D1 D2 parallel. Baytqi sualga o'xshab ketadi ekan. Andan keyin bu ikki bo'lin birsiga teng shunami? Qarabla. Bu yer necha 70 gradus. Unda olsa bu siziq bilan bu siziq parallel bo'lgan ekan. Bu yer 70 gradus bo'lsa, bu necha gradus bo'ldi? 70 gradus. Shundami? Chunki ichki ta'tir bo'lin. Bu 70 bo'lsa, bu yermi 70 gradus bo'ladi. Unda bo'lsa, men qanday qilaman navbatda? Biz baytqi ta'tir zelni chiqarib olishga tirishimiz. Ya'ni bu siziqni shunda bir uzatgan vaqtimda, shundami? Bu yer necha gradus bo'ldi? Bu yer 40 gradus bo'ladi. Ha, navbatda qanday? Bu bulon bilan bu bulonning yig'indisi nimaga teng bo'ldi? Bu tarafga qarab turgan bu bulon bilan shunami i mayadagi alfaning yig'indisiga teng bo'ladi. Unda bo'lsa bizga yana nihoyat muhim bir narsani sizib deb beribdi, shunami? B, C, D degan bu bulon, ya'ni bu yerdagi bulon. Men buni nima dey? Buni masalan beta deb olay. Andan keyin bu yerdagi C, D, E. Qani C, D, E. Ma o yerdagi ma bulonga nima ekan? Teng ekan. Ondan sonra bilen diken işletimiz. Ondan olsa bu bulon bilen bunun yığındısı şunama 40 gradus koşuyotimiz bu yerdeki seta tenlimige bu yerdeki beta koşulgan bu yerdeki alfa. Şunama. Biz bayıkta nimege tanglap berip diken mana meşede depegen nesi şu. Bu yerdeki seta bilen beta birisi tang bolgan diken çıkarıp taşıvettim. Ondan olsa en ahırısta alfa tangnetçe 40 gradus. Qani cevap? Cevap diyen gap. Keyingi sual qarab baqayli. Qaraydigan bolsak, bu yerda D1 bilan D2 parallel ekan, shunami? D1 bilan D2 parallel. Ama bu yerda ikki tal siziq parallel ekan. DE bilan, mana DE degan bu siziq bilan KC miyada bir tirnoqni unutib qopti, shunami? Yoki KC, ya'ni bu siziq ikkisi qanday ekan? Parallel ekan. Unda bo'lsa, bularni biz nihoyat universal ishlatishimiz kerak. Men bu yerdagi bu siziqni bir uzartay. Nima ish bo'ldi ekan? Ko'rib baqayli. Mana uzartdim. Unda bo'lsa, masalan, buni bir uzartib o'tay, shunami? Ondan sonra bunu mu işte uzatib etdim. Ondan sonra bu ikisi paralel bo'lgan ekan, bu yer 80 gradus bo'lsa, bu yer necha gradus bo'ldi? 80 gradus bo'ldi degan gap. Bu 80 bo'lsa, ya'ni bu siziq bilan bu paralel bo'lgan ekan, bu 80 bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 80 gradus. Bu ikki bulon birsiga teng shunami? Unda bo'lsa o'ng tarafdagi bu mu 80 gradus. Unda bo'lsa 180 dan 280 ni chiqarib olsam, maya 20 gradus qilib qoldi. Shunami? Anandan keyin yana qarab baqayli. Bu siziq bilan bu siziq qanday parallel bo'lgan ekan, bu yer 80 gradus bo'lsa, bu bulon necha bo'ldi? 80 gradus bo'ldi. Ya'ni bu bulon 80 gradus. Unda o'zi alfani tepish uchun biz qanday qilamiz? Masalan, 180 shunami? 3 bulonninki ichki bulon yig'indisi 180, buningdan bu bulon bilan bu bulonni chiqarib olsam, ya'ni 100 gradusni chiqarib olgan vaqtimda bu bulon qilib qoldi. Shunami? Bu bulondan chiqib qoldi. 80 bilan 20 ni chiqarib olsam, men 100 ni chiqarib etdim. 180 dan chiqarib o'timiz 80 gradus, chiqarib o'timiz 20 gradus. Bu bulon qilib qoldi. Javobdan necha? 80 gradus degan gap. 80 dan bu 45 ni chiqarib o'tgan vaqtimda necha? 35 gradus alfa. Qani javob? 35 gradus shunami? Biz bu savolni qanday ishladik? Yana bir qarab o'taylik. Bu yerda bir tal 3 bulon botdi, shunami? Bu 3 bulonninki tegidagi bu bulon bilan bu bulonni tepib oldim. Tepib olgandan keyin 180 dan bu 2 bulonni chiqarib etdim. Ustidagi bu cho'qsidagi bu bulon qolib qoldi, shunami? Bu yerni 45 deb beribdi ekan. Unda 45 ni chiqarib etgan ekan. Bu yerdagi alfa necha? 35 gradus qilib qoldi. Keyingi savolimizni qarab baqaylik unda bo'lsa. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima deb beribdi? Ikki tal siziq bor ekan, shunami? D1, D2 deb. Unda bo'lsa D1 bilan D2 parallel debdi. Bu ikkisi parallel. Anandan keyin yana bu 75 gradus, shunami? Bu 35 gradus. Unda bo'lsa y ni teping. Qanday qilaman? Unda bo'lsa biz yana buningga parallel siziq chizib olamiz, shunami? Qanday sizibdim parallel siziqni? Shunday qo'ydim. Anandan keyin o'tkazib bu yerdan bir tal parallel siziq. Mana siziqni birini chiqarib oldim. Unda bo'lsa men buni D3 deb olay. Bu 3 tal siziq hozir navbatda o'zaro parallel. Bu ya 35 gradus bo'lsa, cho'qsimi necha bo'ldi? Maya 35 gradus bo'ldi. Shunami? Bu ya 75 gradus bo'lsa, bu ya necha bo'ldi? 75 gradus. Chunki biz buni o'xshash o'rindagi bulonlar deymiz. Ya'ni bu bulonni yurishtirib chiqqan vaqtimda tamamen ustiga tushadi. Shundami? Qaraydigan bo'lsak, men buni 75 topdim, buni 35 topdim. Ya'ni nima degan gap? Men bu bulonni tepib oldim degan gap. Necha bo'ldi? İkisini qo'shsam 110 gradus. Buning nimaga foydasi bor? Albatta, zo'r foydasi bor. Men bu yerdan yana bir tal
siziqni uzartib olaman. Bu 110 bo'lsa, asti necha? 70. Unda olsa bu ikkisi parallel düşünəmə. Bu ya 70 bo'lsa, x necha? 70 degan gap. X-dan 70 gradus. Unda olsa x 70, bu 75 düşünəmə. 180'dan nimani qanday qilamiz? 180'dan 70 ni chiqarib o'tamiz. Onundan yani 75 ni chiqarib olsam, y qolib qoldi düşünəmə. 180 degan nima? 3 bo'longning ichki bo'longning yig'indisi. Unda olsa 110 gradus elingan 75 gradus tang necha bo'ldi? 35 gradus. Shundaymi? Y tang 35. To'g'ri javob qaysi unda bo'lsa, C javob. Shundaymi? 35 gradus. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, bu savolga shundaymi? D1 bilan D2 parallel debdi. Qani, bu siziq bilan bu siziq parallel ekan. Andan keyin yana DC bilan shundaymi? Bu siziq bilan bu yerdagi EF ikkisi parallel ekan. Unda olsa 140 bu, andan keyin 110 bu bilan 110 bu 150 unda olsa alfa. Qani alfa? Alfani tepang debdi shundaymi? Bu bo'longni topar ekanmiz. Unda olsa, maslanga bizga bu siziq bilan bu siziqni parallel deb beribdi. Unda olsa bu yer 150 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 30 gradus. Chunki biz bunda bir narsani o'rgangan shunami. Masalan, ikki tal siziq, masalan D1 D2 parallel bo'lganlikda üçüncü bir siziq kelib kesib etsa, bu yerdagi o'xshash tarafdagi ichki bo'longning yig'indisi 180 bo'ldi. Bu yer 150 bo'lsa, bu 30. Unda o'zi qanday qilmay yana, masalan bu yerda D2ni men bir uzartsam, shundami? D2ni shunda uzartdim. Bu 110 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 70 gradus bo'ldi degan gap. Unda olsa 30 70. Bu 3 bo'longning ichki bo'longning yig'indisi 180. Bu 30 bilan 70 ni chiqarib olsam, bu yer 80 gradus qolib qoldi. Shundami? Bu yerga yozay 80 gradus degan gap. Endi qanday qilaman? Navbatda men bu D-dan o'tkazib parallel siziqdan yana birini sizaman. Bunda birini sizib olsam, bu yer bu bo'long bilan bu bo'long birisi teng. Shundami? Asti 80 gradus, unda üstü. Yani bu bo'long necha bo'ldi unda olsa 70 gradus degan gap. Endi qanday qilamiz? Siqib ustiga chiqaryapman shundami? Unda olsa buni yana bir uzartay. Mishyadan bir uzartgan vaqtimda qanday bo'ldi? Bu 140 gradus, unda olsa bu yer necha gradus bo'ldi? 40 gradus bo'lib ketdi degan gap. Unda olsa bu 70 bo'lsa, bu ikki siziq parallel bo'lg'achqa, bu ustidagi bu bo'long bu necha bo'ldi? 70 gradus. Biz baytdan yana bir narsa o'rgangan. Hozir navbatda qaraydigan bo'lsak, bu 3 bo'long'a shundami? Mushta bir 3 bo'long'a qarayli. Bu bo'long, ya'ni bu bo'long necha? 40 gradus. Bu bo'long alfa shundami? Bu 3-bo'longniki tashqi bo'long 70. Unda bo'lsa biz baytdan ait muhim bir qonuniyatni o'rgangan to'q. Ya'ni mushta bir 3 bo'long bo'lsin. Yana bir takrorlab o'taylik. Bu bo'long, bu bo'long, bu bo'long. Men buni A, buni B, buni C deb olay. Bu 3ning yig'indisi. A qo'shilgan B qo'shilgan C necha bo'ldi? 180 bo'ldi. Biz buni bilimiz. Yana bilishga tegishli muhim bir narsa bor. Bu yerdagi A qo'shilgan B, bu yerdagi C degan 3-bo'longning tashqi bo'long. Men seta desam, setaga teng bo'ladi. Unda olsa, bu yerdagi alfa bilan bu yerdagi 40ning yig'indisi 70 ga teng. Unda olsa, alfa teng 30 gradus degan gap. Mana. Yani bunu bir xulosalasam, 3 bo'longning ichki bo'longning yig'indisi 3-bo'longning tashqi bo'long'a nima bo'ldi? Teng bo'ldi degan gap. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. Qarab baqaylik. Mashqlarimiz oxirlashibdi shundami? Unda bo'lsa bugungi darsimiz birinchi darsning mashqlari mushayada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.